Shveysariyalik fizik va matematik Iogan Yakob Balmer 1 may 1825-yil Lozannada xuddi shu ismli sudya oilasi tavallud topgan. U oilada katta o'g'il edi. Boshlang'ich ma'lumotni Liestal shahrida, o'rta ma'lumotni esa Bazelda oldi. U matematikani yaxshi bilardi va uni universitetda o'qishni davom ettirishga qaror qildi. Bazel, Karlsruhe va Berlin universitetida tahsil oldi. 1849-yilda Basel universitetida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. U umrining qolgan qismini Bazelda o'tkazdi. 1859-yildan 1898-yilgacha qizlar maktabida matematikadan dars berdi. 1865-yildan boshlab 1890-yillargacha Basel universitetida geometriyada ma'ruza o'qidi. 1868-yilda u 43 yoshida uylandi. Uning 6 farzandi bor edi. Ular orasida rassom Wilhelm Balmer va dirijor Luc Balmerlar edi. Balmerning fizika sohasidagi ishi spektroskopiyaga tegishli edi. 1885-yilda Balmer vodorod atomining spektral chiziqlarida vodorod atomi spektrining ko'rinadigan qismi chiziqlarining to'lqin uzunliklari bir-biri bilan oddiy munosabat bilan bog'liqligini ko'rsatadigan formulani topdi va u formula orqali vodorod seriyasining barcha chiziqlar to'lqin uzunligini aniqlash mumkin edi. 1898-yilda 72 yoshda Balmer vafot etadi.